Biz biror narsa qurishdan oldin bu tabiatga ta'sir qilmaydimi deb o'ylab ko'radiganlardanmiz. Bilasizmi, bizni ish biroz doktorlikka o'xshaydi. Faqat biz bemorlarni emas, loyihani rentgen qilamiz. Unda nimalar yashiringan, atrof muhitga qanday ta'sir qiladi? Hammasini ko'rib chiqamiz. Masalan, bir korxona loyihasi keladi. Biz qaraymiz. Havoga qanday zararli moddalar chiqadi? Suvga qanday zararli narsalar tushadi? Tuproqqa ta'siri qanday? Aytgancha, loyiha egasi bizga tabiatga umuman zarar bermaymiz, hatto daraxt ham kesmaymiz deydi va hujjatlarni ekspertiza markaziga taqdim qiladi. Lekin biz joyiga chiqib o'rgangan vaqtimizda aksariyat daraxtlar kesilishiga guvoh bo'lamiz. Xullas, ekologik ekspertiza haqiqatni aniqlash detektivi. Umuman olganda ekologik ekspertiza o'zi nima? Nima maqsadda amalga oshiriladi? Bu tizim qanday yo'lga qo'yilgan? Keling shu haqda mutaxassisdan javob olamiz. Ekologik ekspertiza har bitta rejalashtirilayotgan, amalga oshirilayotgan xo'jalik yoki boshqa xil faoliyatlar o'tishi majburiy bo'lgan tartib taomil hisoblanadi. Ekologik ekspertiza o'tkazilishidan asosiy maqsad faoliyat turini atrof muhitni muhofaza qilish qonunchilik talablariga, o'sha inson salomatligiga salbiy ta'sirlarni oldini olish, ularni kamaytirish, minimal darajaga yetkazish, muvofiqligini belgilash maqsadida amalga oshiriladi.